Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar uchun yurakni larzaga soladigan, juda sirli va hayajonli hikoya tayyorladim. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu safar voqealar sizni chuqur o'yga toldiradi. Erim bilan turmush qurganimga hali ko'p bo'lgani yo'q. Yoshligimdan orzu qilganim mehribon er, tinch xonadon, baxtli hayot edi. Haqiqatda esa hayotim butunlay boshqa ranglarda ochildi. Erim tongda ishga ketadi, men esa hovli-yu uy yumushlari bilan mashg'ul bo'laman. Uyimizda bizdan tashqari qaynotam ham bor. U kishi yosh emas, ammo kuch-quvvatini yo'qotmagan, so'zi ta'sirli, nigohlari chuqur. Avvallari uni otamdek hurmat qilar, ko'zimga keksa, hayot tajribasini ko'rgan kishi sifatida qarardim. Ammo asta-sekin yuragimda g'alati tuyg'ular paydo bo'la boshladi. Men o'zimdan qo'rqardim. Birinchi bor qaynotamning qarashlari yuragimni qizdirib yuborganday bo'ldi. U ko'pincha menga mehr bilan qarar, ovozini pasaytirib gapirar, go'yo meni tushunadigan yagona odam u bo'lgandek edi. Men esa bu tuyg'uni surib tashlashga urinardim. Yo'q, bu gunoh, bu xiyonat derdim o'zimga. Ammo odam qalbi ba'zan aqlga bo'ysunmaydi. Har kuni erim ishga ketgach, hovlida qaynotam bilan yolg'iz qolib ketardik. Oddiy suhbatlardan boshlangan yaqinlik asta-sekin yuraklarga o'z izini qo'ya boshladi. Men uni otam deb his qilishim kerak edi, lekin yuragim boshqacha urar edi. Bir kuni tushlikdan keyin hovlida o'tirgandik. Qaynotam: "Qizim, sen bu uyga kelib katta sinovdan o'tayapsan. Yoshsan, ammo juda sabrli, aqling joyida", dedi. Men jilmayib qo'ydim, ammo ko'zimni olib qocha olmadim. Nigohlarimiz to'qnashdi. O'sha lahza men uchun dunyo to'xtab qolgandek tuyuldi. Yuragim shiddat bilan ura boshladi. Kunlar o'taverdi. Har bir uchrashuv, har bir qarash ichimda yashirin olov yoqardi. Men shu hislardan qochishga harakat qilardim, ammo ular meni quvib yetardi. Go'yo taqdir meni sinab ko'rayotgandek. Ba'zan tunda uxlamay chiqardim. Yonimda erim tinchgina uyquda bo'lardi. Men esa shiftga tikilib, o'zim bilan o'zim gaplashardim. Men nima qilayapman? Bu xiyonat emasmi? Nega qalbim shu odamni qidirmoqda? Axir u erimning otasi-ku. Ko'z yoshlarimni yostiqqa yashirib yig'lardim. Ammo ertasi kuni qaynotamning birgina iltifoti, birgina mehribon nigohi hammasini unuttirardi. Bir kuni yomg'irli kun edi. Erim ishga ketgan, men esa derazadan tashqariga qarab turardim. Qaynotam yonimga kelib, yelkamga qo'lini qo'ydi. Yuragim hapriqib ketdi. "Qo'rqma qizim, sen yolg'iz emassan", dedi u mayin ohangda. O'sha payt qalbimda qandaydir yorug'lik ochilgandek bo'ldi. Men unga yaqinroq bo'ldim. Shu ondan boshlab hayotim butunlay o'zgardi. Men endi ikki olam orasida yashardim. Bir tarafda erim, meni o'z qo'li bilan oq libosda uyga olib kirgan mehribon, halol inson. Ikkinchi tarafda esa qaynotam, yuragimni sirli kuch bilan o'ziga bog'lab olgan odam. O'zimni aldashga urindim. Bu faqat vaqtinchalik tuyg'u, tez orada yo'qoladi, derdim. Ammo vaqt o'tgani sari u kuchayardi. Odamlar oldida hech narsani bildirmasdik. Hovlida, oshxonada, hatto dasturxon atrofida hammasi oddiydek ko'rinardi. Ammo ichimizda yashirin bir dunyo bor edi. Sirli dunyo. Men ko'p o'ylardim, agar erim bilib qolsa-chi, agar odamlar eshitsa-chi. Bu fikrlar meni vahimaga solardi. Ammo yurakda olov yonar edi. Bir kuni kechqurun qaynotam menga qarab: "Qizim, hayot seni sinayapti. Bu sinovda qalbingni qanday asraysan, hammasi shunga bog'liq", dedi. Uning so'zlari meni yanada chuqurroq o'ylashga majbur qildi. Balki bu tuygu sinovdir. Balki mening vazifam unga bo'ysunmaslikdir. Men endi har kuni o'zim bilan kurashardim. Qalbimda sevgi, iztirob, qo'rquv aralashib ketgan edi. Shu tariqa kunlar, oylar o'tib bordi. Men o'zimni tushunmay qoldim. Bir tarafdan bu his-tuyg'ular menga kuch berardi, hayotimni rang-barang qilardi. Ikkinchi tarafdan esa yuragimni azob va qo'rquv ezib tashlardi. Men bilaman, bu hikoyamni hech kimga ochiq ayta olmayman. Bu mening sirim, sirli kechinmalarim. Balki u butun umr qalbimda qolib ketar. Shu voqealar meni o'zgartirdi. Men endi oddiy qiz emasman. Men hayotning eng murakkab sinovlaridan o'tayotgan ayolman. Yakuniy so'z.
Haqiqatda hayot shundayki, ba'zan odam o'z hislarini yashirishga majbur bo'ladi. Kimdir sevgisini oshkor qiladi, kimdir esa qalbining eng chuqur burchagida sir saqlaydi. Men esa sirim bilan yashashga majburman. Bu sirni faqat yuragim biladi.